sizdami? Esladim. Ko'ngli ochiq ayol, a? Uni eri o'lgan deganding-a? Ha. Rosa qiynalgan opa. Oyligini ham oydan oyga zo'rg'a yetkazib oladilar. Bir o'zlari qizlarini katta qilayotgandilar. Xullas, o'sha opa hozir badavlat insonga erga tegyapti. Voy. Ha. Aytishlaricha, u odamni uyi villaga o'xshar ekan. Yo'q-e. Nima, seni to'yga aytdim-u? Yo'q, to'yga aytmadi. Lekin u opa uchun o'zimni sovg'am bor. Shuni berib tabriklab kelmoqchiman. Lekin Zulfiya opa uchun juda ham xursandman. Chunki juda ham yaxshi ayollar. U kishini baxti xuddi ertakka o'xshaydi. Oyi, shunaqa ayollarni qadriga yetadigan erkaklar ham bor ekan. Qiyinchilik ko'rgan bo'lsa kerak-da. Shunchalik ham xotinni qadriga yetadigan insondir. Ha, u odamni xotini saratondan o'tgan ekan. Shu ayolga uylanasan deb onasi qo'ymabdi. Meni aytganimni qilasan debdi. Zulfiya opam rosa yaxshi ko'rib qolgan ekan. Mayli. Ilohim baxtli bo'lsin. Yuk ko'targan odam bir kun bari bir yuzaga chiqadi degan gaplar bor. Shunga oyijon, borib tabriklab qaytaman. Maylimi? Ha, aytgancha, bolalarni bog'chadan o'zim olaman, xo'pmi? Siz xavotir olmang. Mayli, xo'p, ilohim, men yaxshi borib kel. Bo'pti, oyi. Mayli. Ilohim, sen ham baxtli bo'l, qizim. Yuzaga chiqqin. Matlubaxon mana bunday, yana bitta. Qani, chiroyli chiqdimi? Voy tavba, uni qaranglar. Rosa ayyor bu xotin. Faqat o'zini rasmga oldirishini qarang. Xuddi hamma ishni shu kishi qilayotgandek. Bilmaysizlarmi? Har doim shunaqa qiladilar-yu. Hasharda faqat o'zlari tozalaydilar-yu, biza qarashib turamiz. Shunaqa shekilli. Opa, lekin rosa toza supurarkanlar-da. Gapirmang. Rosa toza supurganlardan supurgini ham noto'g'ri tushirmaganlar. Tavba. Qizlar, kelinglar. Matlubaxon, bu yoqdan oling. Fonda turinglar, fonda. Supurganda ishlayotgandek bo'lib turinglar. Oldim. Bo'ldi. Olyapman. Yaxshi. Sochingiz bo'ladi. Sochim yaxshimi? Yaxshi. Bo'ldi, yetadi. Hamma tushdimi? Ha, hamma tushdi. Yaxshi. Ayma, supurgini ol. Hop, voy. Labay. O'zingiz qarab turing. Xo'p, qarab turaman. Havoni chet-chetlari ham supuringlar, qolib ketmasin. Xo'p. 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 Demak, meni 3 oyda haydab yubormoqchi bo'lishgan ekan. Ha, Farhod akamga qarshi borisha olmagan. Buncha ham qahri qattiq bo'lmasa bularni. Odamning hayotini shunchaki buzib yuborishaveradimi? Nahotki odamlar shunaqa. Oyi, siz aytgandek, tosh kelsa kemirish, suv kelsa simirish oson emas ekan.
Men harakat qilyapman, lekin qiyin bo'lyapti. Ularning gaplari yuragimga og'ir botyapti axir. Nima qilay axir? Oyi, menga qiyin bo'lyapti. Oyijon. Nega odamlar bunaqa? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Yana yig'ladingmi? Yo'q, yig'lamadim. Ey. Nima bo'ldi? Kiyimini almashtirib chiqib ketdik. Qayoqqa? Oyijon urishadilar. Maftun, o'zim aytib qo'yaman. Kiyimini almashtirib chiq, bir aylanib kelamiz. Bor. Hamma narsani tozalab qo'yishim kerak. Gap ko'paytirma, bo'l. O'zim telefon qilib aytib qo'yaman. Borgin, keyin. Bo'l. Bo'pti qizim. Yaxshi qiz bo'lgan, xo'pmi? Dada, bugun ham mo'jiz olib ketasizmi? Ha, albatta o'zim olib ketaman qizim. Bo'pti, bora qol, xo'pmi? Xo'p. Bo'pti. Mayli. Yaxshi Yaxshi qolinglar. Qani yur, ichkariga kiramiz. Hozir bolalar bilan ovqatlanamiz. Sizga kasha beraman. Kasha yeysizmi, qizim? Ha? Yaxshi. Keyin mazza qilib o'ynaymiz. Birga o'ynaymizmi? Keling. Pochchami? Diyora. Ha? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Anu, mashinada kelgan kishi kim? Kim bilan keldi? Hozirgina chiqib ketdi-yu. Ha, ularmi? Ayshani dadasi-yu. Kecha aytdim-ku, har kuni dadasi olib kelyapti deb. Nima? Ayshani dadasi? Nima olib keling? Assalomu alaykum. Bizaga bitta cappuccino bilan bitta latte. Va burger. Rahmat bo'ladi, hozir olib kelaman. Havo ham ancha salqinlab qoldi. Endi kuzga o'xshayapti. Farhod aka, rahmat sizga. Meni olib chiqib ketdingiz. Arzimaydi. Hozir issiq kofe ichib o'zing kelasan. Lekin to'g'risi oyimni oldin qanaqa qilib olib chiqib ketishni rosa o'yladim. Oxiri topdim. Ertalab biroz sovuq bo'lganiga muzlab qoldim. Keyingi safar uydan chiqishda bunaqa yupun kiyinib chiqmagin, xo'p? Xo'p. Bir amallab o'zimizning uyimizga qaytishimiz kerak. Oyim sekin-sekin avjiga chiqishni boshlayaptilar. Uyga ketsak, bizni uyimizga boradilar. Mayli, kesinlar. Hovlimas-ku, ishi kamroq. Ertaga ketamizmi? Yo'q. Oyimni oldilariga xolamni chaqirib qo'yganman. Xolamga bir kun qoling desam, yo'q demaydilar.
Nima, shu odam Aishaning dadasimi? Bilmasmidingiz? Aytdim-ku bir haftadan beri dadasi olib kelyapti deb. Yo'q, tanimayman. Voy, tinchlikmi? Mazingiz bo'lmayaptimi? Suv olib beraymi, opa? Sal mazam qochyapti. Birpas o'tirsam o'zimga kelaman. Suv olib beraymi, opa? Yo'q, shart emas. Hozir o'zim chiqib kelaman. Hozir o'zim chiqay. Nima bo'ldi ekan? Tushunmadim. Yoki biror tanishimikan? Mazasi bo'lmay qoldi.